Voyu! Namuncha baland. Nima olib chiqdingmi bu yoqqa? Ish bor. Ha? Mallaki kabel ulashni bilmayman. O'rtoq bilasan-a? Men tepalikda qo'rqaman, qara oyog'im qaltirayapti o'sha. Ey, hazırlaşma. Shahriyor. Shahri hazır qilma o'rtoq. Eshitayapsanmi? Ey! To'may ketganmi sana? Jinni bo'lib qo'yganmisan? Nima qilganing bu? Ha? Nima qilay? To'yib ketdim. Tushunyapsanmi? O'zingni bos. Yashagim kelmayapti, o'zimni o'ldirgim kelyapti. O'zingni bos. Yashashdan ma'no qolmadi o'rtoq. Uyda muammo, ko'chada muammo, o'rtoqlarim qo'ymayapti. Nima qilishim kerak? O'zingni bos bo'ldi. To'yib ketdim hammasidan o'rtoq. Shunda muammoyini hammasi pulga taqalganmi? Pulga o'rtoq, pulga. Men beraman o'sha pulni. Qo'ysangchi o'rtoq. Ustimdan kulma. Menga qara. Bor budimmi? Qarz qurs qilib bo'lsa ham o'sha pulni, xohlagan pulingni olib kelib beraman. Beraman. Erkak so'zim. Lekin bitta shart bilan beraman. Nima shart? Ertaga qaytib uyg'onmaysan. Rostdan o'lasan. Lekin muammolaring hal bo'ladi. O'rtoq, bu qilgan ishing bilan hech narsadan qutulmaysan. Aksincha tutilasan. Hop, ertaga o'lding ham deylik. Onang qanaqa yig'laydilar? Har kuni seni eslab, yig'lab o'tkazgan tunlarini ko'zing oldiga keltirib ko'ra olmaysanmi? Ayoling boshqasiga turmushga chiqib ketadi. Boshqasini qo'ynida yotadi. Farzandlaring otam qani, otam qatta deb onasini bir umr ezadi. Odamlar ko'chada uni qo'lini bigiz qilib ko'rsatib, otasi yo'q buni desa, uni jajji qalbi qanaqa tilka pora bo'lishini tasavvur qilsanmi? Sen o'zingni o'ylab qutulmoqchisan. Qolganlar emas. Bir kun kelib, shundoq ham o'lib ketamiz. Orqalab hech narsa olib ketmaymiz. O'shanda o'z ajalimiz bilan o'lamiz. Shunga sabr qilsang bo'ldi. Ana endi o'ylab ko'r.